bezda shamollash bormi yo'qmi uni ham ko'rish kerak. Nima uchun tam bo'yapti? Urug'laringizni ko'rish kerak. Tuxum spermogramma degan narsa bor, martes degan narsa bor. Ya'ni urug'laringiz kelishdan oldin yopilib qo'yaptimi, o'sha begona qabul qilib qo'yapti organizm. Bu ikkinchi tekshiruv, imенно spermani. Обязательно sizda ko'rish kerak FSGLG degan gormonlar bor. Ya'ni tuxumlar qanday ishlayapti, testosteron qanday ishlab chiqarilyapti. Shunga qarab dashish qiladi. Bular hammasi jinsiy odat turishidagi bo'lgan muammolarni ham tez bo'shanishlikni ham shu mana shu tekshiruvda bittada aniqlab olsa bo'ladi. Chunki bular hammasi bepushtlikka ham ta'sir qiladi. Hozir biz bular hammasini tekshiramiz, mazok olamiz infeksiyalar, oxirida bir to'xtamay kelamiz, nima muammo bo'layotganligini, siz sababli emas. Xo'p. FSGLG testosteron, ITTG, prolaktin, endorfin. Конечно. Hammasini tez bo'shanishiga yechini yoziladi. Просто oldin biz sababini ko'raylik, analizlar topshirib, unga qarab bir nuqta qo'yish kerak. Endi 6 yildan beri bo'lmayapti, bu yerga nima qaysi yo'l bilan qilsa bo'ladi, shuni aniqlash kerak. Xo'p, mayli. Uzi kompleksni noveladi. Uzi kompleksni novel. Andraflor. Qon standart emas. Hozir borsangiz aytadi o'zi. Spermogramma obязательно topshirish kerak, ko'rish kerak.